Ko'pchilik Shvetsariya haqida faqat bitta narsa o'ylaydi, bu yer faqat boylar uchun. Lekin bugungi videoda men sizlarga Shvetsariyada o'qish va real talaba hayoti haqida to'liq haqiqatni aytib beraman. Universitet narxlari, uy-joy, student ishlar, yashirin xarajatlar va eng muhimi bu davlatga oddiy o'zbek talabasi sifatida kelish qanchalik real ekanligini ko'rsatib beraman. Va videoning oxirida men sizlarga ko'pchilik qiladigan eng katta xatoni ham aytaman. Assalomu alaykum, mening ismim Said va hozir men Shvetsariyaning Lutsen shahrida yashayman va data science yo'nalishi bo'yicha magistraturada birinchi kursda o'qiyman. Men ham bir paytlar xuddi siz kabi YouTube'da videolar ko'rib, Shvetsariyada o'qish rostdan ham mumkinmikin deb o'ylagan oddiy o'zbek bolasi edim. Va shu butun yo'lni o'zim bosib o'tdim. Universitet tanlashdan, hujjatlar, viza jarayoni, uy topish, student hayoti hammasini men sizga shu videoda aytib beraman. Va shu videoda men sizlarga Instagramdagi ideal hayotda emas, real tajribam bilan bo'lishaman. Keling, eng ko'p beriladigan savoldan boshlaymiz. Shvetsariyada o'qish o'zi qancha turadi? Ko'pchilik Amerika yoki Angliyadagi narxlarni ko'rib, Shvetsariyadan juda qimmat deb o'ylashadi, lekin aslida davlat universitetlarida o'qish narxi ko'p davlatlarga qaraganda ancha past. Masalan, davlat universitetlarida bir semestr uchun taxminan 700 frankdan 1500 frank atrofida bo'ladi. Men o'qiyotgan universitet esa semestriga taxminan 1000 frank, bu yiliga 2000 frank degani. Taqqoslash uchun Amerikaning ko'plab universitetlari 60 dollargacha bo'ladi. Angliyani kelsa 20 000 funtgacha chiqadi. Shvetsariyada esa sifat juda yuqori bo'lishiga qaramay, davlat universitetlari nisbatan arzon va buning sababi ta'lim tizimi davlat tomonidan juda kuchli qo'llab-quvvatlanadi. Ko'pchilik birinchi yili общежитияda yoki VGda yashashadi. VG degani bu shared apartment, ya'ni boshqa studentlar bilan birgalikda yashash. Narxlar shaharga qarab farq qiladi. Masalan, Lutsen yoki Syurixda student xonasi odatda 550 dan 900 frank oralig'ida. Shvetsariyada yashash eng afzal tomoni bu student uchun infrastruktura juda kuchli. Transport, xavfsizlik, tozalik, ya'ni aniq tizim. Bir vaqt o'tib shu environmentga, ya'ni shu muhitga o'rganib qolasiz. Endi esa yana bir muhim qismga o'tamiz. Bu oylik byudjetingiz. Men sizga o'zimning haqiqiy xarajatlarimni ko'rsatib beraman. Uy-joyingiz o'rtacha 550-600 frank bo'ladi. Oziq-ovqat uchun men 300 frank ishlataman. Bu yerda har bir odam uchun majburiy sug'urta bor, shuning uchun chet el talabalari uchun sug'urta 60 frankka aylanadi. Transportga o'rtacha yana 60 frank ajratamiz va telefon internetlarga yana 20 frank. Jami bir oy xarajatlaringiz taxminan 1000-1100 frank atrofida bo'ladi. Bu yiliga esa taxminan 12000-13000 frankka tashkil etadi. Do'stlar, endi sizlar bilan yana juda bir muhim narsa bilan bo'lishmoqchiman. Ko'pchilikni bu raqamda to'xtatishi mumkin. Shvetsariyaga kelish uchun vizaga topshirayotganingizda bank shotingizda 21000 frank bo'lishi kerak. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bu Germaniyaga o'xshab blok shot deyilmaydi. Bu prosta elchixona talabi va bu siz o'zingizni butun yil davomida moddiy ta'minlanishingizni ko'rsatish uchun. Lekin bu haqiqiy xarajat emas. Men hech qachon yiliga 21000 frank sarflamaganman. Haqiqiy yashash xarajat o'qish to'lovlari bilan birgalikda 15000 frank atrofida bo'ladi. Endi bu minimal xarajatlarni masga sanab berganimdan keyin sizda savol tug'ilishi mumkin. Men o'zi bu pullarni qayerdan topaman degan. Shvetsariyada talabalar haftasiga 15 soatgacha ishlashlari mumkin. Va bu oddiy ish emas, minimal stavkada Shvetsariyada soatiga 20 dan 25 frankgacha topsangiz bo'ladi. Hisoblab chiqadigan bo'lsak, haftasiga 15 soat 25 frankdan bu 375 frankka tashkil etadi. Oyiga esa 1500 frankgacha topishingiz mumkin. Bu miqdor sizni barcha oylik xarajatlaringizni qoplaydi. Men o'zi Shvetsariyadagi birinchi ishim pitseriyada bo'lgan, dastavka xizmatida ishlardim, lekin bu menga Shvetsariyada birinchi tajriba, birinchi kontaktlar va birinchi oyligimni shvetsarskiy frankda berdi. Va bilasizlarmi, eng qiziq joyi, bu ishni men Google'dan emas, ish qidiradigan veb-sayt, platformalardan emas, balki shvetsar do'stim orqali topganman. Networking, ya'ni tanish bilish yaxshi ma'noda Shvetsariyada ham juda ham muhim. Bu videoda men iloji boricha sizlarni Instagramda ko'radigan faqatgina go'zal Shvetsariyani emas, lekin haqiqiy hayotni ko'rsatmoqchiman. Shvetsariya oson emas, competition, ya'ni raqobatchilik o'ta kuchli darajada va bu davlatda hayot va tizim xuddi shvetsarskiy soatlar kabi aniq ishlaydi va bu sizni juda tez o'zgartiradi. Meni shaxsiy fikrim bo'yicha aynan shu sababli ko'pchilik milliarder, prezidentlar farzandlarini aynan Shvetsariyaga ta'lim olishga jo'natishadi. Chunki siz bu yerda faqatgina diplom olmaysiz. Siz yangi mindset, dunyoqarashingiz, fikrlashingiz, global environment, ya'ni eng rivojlangan davlatlardan kelgan siz kabi talabalar va butunlay boshqa standart ichida yashashni boshlaysiz. Va eng qizig'i, bilasizmi nima? Shvetsariyaning diplomi bu shunchaki changib yotadigan qog'oz emas, bu brend, bu sizni juda ham kuchli aktivist bo'ladi.
Ko'pchilik mendan so'raydi, bitirganimdan keyin diplomim O'zbekistonda tan olinadimi? Do'stlar, nafaqat O'zbekistonda, lekin Swiss diplomi dunyoning barcha davlatlarida tan oladi va bu avtomatik tarzda sizga status, kuchli network, international opportunities va ko'plab imkoniyat eshiklarini ochib beradi. Bularni barchasini pul bilan sotib olib bo'lmaydi. Faqatgina aniq reja, mashaqqatli mehnat va tirishqoqlik bilan erishish mumkin. Va Shvetsariya bular uchun ideal environment. Endi esa eng murakkab qismiga mana keldik. Bu ko'pchilik qayerdan boshlashni bilishmaydi. Masalan, qaysi universitet o'zi sizga mos, qaysi dasturga realni kirsa bo'ladi, chunki Shvetsariyada shunaqa bir g'alati tushunarsiz talablar bor. O'zbekiston talabalari uchun dokumentlarni tayyorlashni, topshirishni qachondan boshlash kerak, o'zi qanaqa hujjatlar kerak va eng muhimi aynan siz uchun to'g'ri strategiya o'zi qanaqa. Shu sababli men o'qishga kirish strategiyasini tuzish uchun individual konsultatsiyalar o'taman. Bu oddiy konsultatsiya emas. Zoom orqali uchrashuvimiz davomida biz profilingizni analiz qilamiz. Sizga mos universitetlarni ko'rib chiqamiz. Ehtimoli yuqori bo'lgan realni kirsa bo'ladigan dasturlar bo'yicha qadam va qadam reja tuzamiz. Agar siz ham bu yo'lni jiddiy boshlamoqchi bo'lsangiz, vaqtingizni va qo'shimcha xarajatlaringizni noto'g'ri qadamlar bilan yo'qotishni xohlamasangiz, men bilan shaxsiy konsultatsiyani band qilish uchun shu video pastdagi havola orqali o'ting va meni shaxsiy Telegramimga yozishingiz mumkin. Va balki bir necha oydan keyin siz bilan aynan shu ko'chalarda ko'rishguncha.